Navoiy shahrida yashayman. Ish doktori va Ziyoda. Shu YouTube'da ko'rib, dorini ko'rdim. Bir ayol gapirdi, ko'rdi, kasalim mani kasalimdan ekan. Belimda grija bor, bo'ynimda grija bor. Tizzamda gonartros 2-stepen. Keyin o'shandan ko'rib, qaradimda, xo'jayinimga aytdim. Qarang, bunaqa dori bor ekan deb. Keyin bu kishi olat salab telefonni bosdi, sizlar bilan aloqa bo'ldi. Keyin bu kunasiga dorini keltirib berdi. Undan keyin bir oy ichdim. Uncha ta'sirini bilmadim. Ikkinchi oyga o'tganda ichdim, lekin ta'sirini bildim. Men o'ng oyog'im ko'proq og'riydi. Chap oyog'im kamroq, lekin chap oyog'imda hozir og'riq yo'q, ta'sir qildi. Tanam yengil, bemalol yurayapman. Lekin o'ng oyog'imda ozroq og'riq bor. Namozlarimni o'qiy olmaydim, qiynalaydim-da o'tirib o'qishga, lekin Allohga behisob shukr, yaxshi o'tirib o'qiyapman namozlarimni ham. Yaxshi, ta'siri yaxshi. Yolg'on gapirayotganim yo'q. Bular menga tanish emas. Lekin foydasini bildim. Agar kimniki oyog'i og'risa, shunday bo'g'inlarida og'riq bo'lsa, grijalari bo'lsa, olib ichishni tavsiya qilaman. Ta'siri yaxshi. Men hozir 2-oyini ichyapman. Davom ettiryapman. 1 oyligini ichib bo'ldim, 2 oyligini oldim, 2-oyda ichyapman mana. Yakunlayapti-ku mana 2-oyim. Lekin ta'sirini bildim o'shani. Boshda qo'zg'atish bo'ldi. Og'riq kuchli bo'ldi. Doktor bilan gaplashdim. O'zi shunday bo'ladi, ta'sir qilsa, og'riqni kuchaytiradi dedi. Lekin endi yaxshiman, lekin yengilman-da. Yaxshi. Og'riqni chidab o'tkardim. Doktor bilan gaplashganimda Artafin iching dedi. Artafin dorisini ichdim. 2 kun. Undan keyin asta-asta sekinlik bilan qo'yib yaxshi. Yaxshi emas ekan, ichmay qo'ysammi degan fikrlar ham o'tdi. Fikrlar o'tdi lekin yolg'on aytdim ekan, ta'sir qilmayapti-ku degan fikr ham o'tdi. Keyin sabr bilan ichaverdim, o'tib ketdi hammasi. 1 oylik olganmisiz, 2 oylik olganmisiz? Birinchi 1 oylik oldim, hozir 2 oyligini oldim. Yana 2 oy. Umumiy hisobda 3 oylik. 3 oyligi. Men hisoblaganda 3 oylik. G'ijirdaydi, og'riydi, yurishim qiyin yuraydim-da. Tursam, bir nimaga suyansam turaydim. Bo'lmasa yo'q, men bugun bemalol yaxshi turayapman. Yurishim ham yaxshi. Yaxshi yurayapman. Bunday qilib yuraydim. Lekin hozir mana bemalol yaxshi yurayapman. Mana. Foydasi bor. Tavsiya qilaman. Olishsin kimga bo'lsa ham. Tizzamda og'riq edi. O'ng tizzam. Bu tizzamda ham og'riq. Ani berlarimda og'riq bor edi. Qo'limda berlarida, belimda og'riq bor edi. Qo'limda ko'taramayman. Berlarimda menday shishlar bor edi. Oyog'imda berlarida shishlar bor edi. Lekin mana bu shishi kamgina qoldi. Kam. Sizlardan chiqib tushyapman. Chiqishim suyanib bunaqa qirib chiqardim. Lekin hozir bemalol ushlamasdan tushyapman, chiqyapman. Yaxshi hamma narsa.